Voy jetellar, bizning qishlog'imizga shifokor keldi. Gap bor ekan, eshitlaring. Marhamat janob shifokor. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana doktor D. Nimaga D? Chunki quyoshda ko'p yurib D vitamini ko'payib ketgan. Xullas, qishlog'inglarga pashshalar ko'payib ketibdi. O'sha uchun mana bunaqa dori olib keldik. Pashshalarni yo'q qiladigan dori. Bu qishloq o'rtasida mana shunda turadi va pashshalar buni hidini hidlab turib garang bo'lib o'lib qoladi. Xullas, bunga hech kim tegmasin. Agar sinadigan bo'lsa bormi? Keyin yomon bo'ladi. Ya'ni boshqa yo'q bu doridan. Keyin pashsha ko'payib ketadi. Janob ber, tushundingiz-a? Hamma jetellarga tushuntiring, xo'pmi? Xo'p, rahmat sizga. Eshitdinglarmi jetellar? Hech qaysi yaqinlashma bunga. Ketdi men ishxonamga. Wow! Yaltirashni qarang. Bir tegirib ko'raymikan? Jidimsa, portlab ketsa, pashshalardan o'zi qutula olmayapmiz. Ha, to'g'ri, lekin vashcha chiroylarsa ekan bor-u, sevdim lekin. Jidimsa, shu narsani ham sevadimi? Bo'pti, sevmayman. Voy, yomon qo'y oyoqlarim qichishib ketyapti. Nima qilsam ekan? Xotin, nima qilib o'tiribsan? Sizni pashshalardan himoyalayapman. Yaxshi ham shunday qilib o'tiribsan ekan, bo'lmasa chaqib o'ldirib tashlar ekan. Bor, yomon pashsha ko'payib ketdi. Nima qilsa bo'ladi? Pashshaxona olib keling, pashshaxonada uxlaymiz. To'g'ri fikr. Bo'lmasa men ketdim. Bor, do'konchi biratdan so'rab ko'ray, do'konda pashshaxona bormikan? Agar pashshaxona bo'lsa, olib kelib o'rnatmasak, bu pashshalar bizni yeb tugatadi oxiri. Bor, yomon azoblanyapmiz, lekin rostdan ham basharalarim shishib ketdi, bor chaqqani. Sizlarga bilinmayapti, lekin o'zimga yomon bilinyapti, qichishib ketyapti. Stop. Вот это поворот. Nima bu? Qanaqadir ichimlikmi? Ichimlikka o'xshayapti. Voy jetel, ichimlikni kim qo'yib ketdi? Jinnimisan, qarang ichimlik. Bu dorimi? Sen o'zing jinnimisan? Kim dorini bu yoqqa quyoshga qo'yib qo'ydi? Dori bo'lgandan keyin quyoshga qo'ymas kerak uni. Bu o'zi shunaqa dori ekan. Qanaqa dori? Qishlog'imizda pashsha ko'payib ketgan-ku, o'shani yo'q qilish uchun olib kelingan dori. Tushunarli. Yaxshi o'ylangan qo'ya. Mana nima qilyapti? Buni ham pashsha chaqqan, hozir tura olmayapti bu joyda. Ko'ryapsan, oyog'ini tagida chaqqan, sakrab qichyapti. Qo'li yetmaydimi? Yetmayapti tagiga. Oyog'ini ko'tarib turib qaytsa bo'lmasmikan? Endi kallasi aqli yetmaydi-da. Sen borib oyog'ini tagini qachib qo'y deb, qashib qo'y. Men qo'lim yo'q, jinnimisan, izmasdan qilyapsan meni. To'g'ri. Buni kim qo'yib ketdi, tushunmadim. Doktor qo'yib ketdi, hamshira bor-ku, shifoxonadagi. Shifoxona emas, u shippoxona u. O'shada. Janob ber aytdi, kimdir tutadigan bo'lsa, damdala bo'ladi, lekin bor odamlarga zararim bormi yo'q bilmadi bu, lekin dori bittagina ishlab chiqarilgan ekan. Agar bu hozir titiladigan bo'lsa, qayta yasash uchun yana bilmayman, 1 oy ko'y ketar ekan. Ungacha o'zi yoz tugab kuz keladi. To'g'ri, yaxshi o'ylangan reja lekin. Buni ish qilib sindirmaylar. Agar sindirib qo'ysanglar, keyin yomon bo'lar ekan. Jinnimisan, men senga aytayapman hozir shuni yomon bo'lar ekan deb. To'g'ri aytayapsan, malades, bo'pti. Unda pashshaxona nima kerak bor? Pashshalar yo'q qoladigan bo'lsa. Kerak emas-da, rostdan ham kerak emas. Ketdim, yaxshi uyga bor, xotin bilan gaplashib o'tiraylik, tinchgina, mazza qilib. Pashshaxona nima kerak bizga? Ish qilib bu dori ta'sir qilarmikan, yo'qmikan bilmadim, lekin tezroq ta'sir qilsa zo'r. Pashshami? Bu pashshalar ezi yordi, bor, qayoqqa ketdi pashsha? Men uch yuribdim, qaranglar. Vatta, yomon tez uchar ekan bor, qani. U qishloqda aylanib chiqibdimi? Chaqib olmasin, hozir mendan ko'rasan. Pashshamisan, shashshamisan, to'xta, hozir mendan ko'rasan, yaramas pashsha. To'xta deyapman men senga, to'xta, yaramas, to'xta, qayoqqa? Bilib, bu tomonga o'tib ketdi. To'xta deyapman, to'xta, qayoqqa ketdi? Hozir qaytib kelsin, otib tashlayman, davay. Keldi. To'xta. Yaramas, to'xta deyapman men senga, to'xta. İltimos sinmagan bu, faqat sinmagan bu, iltimos. Sinmagan bu, nima bo'lsa ham sinmagan bo'lsin-da, agar singan bu. Sinibdi-ku, buni singan jalon mer ko'rsa meni yeb bitiradi. U qarab turibdi-ku. Nima qilsam ekan? Jetellar, nima qilsam bo'ladi? Sindirib qo'ydim. Hamma yoqni damdala qildik-ku. Endi bu dorini qayoqdan olamiz? Qishloqda pashshalar ko'payib ketadi. Sen bitta pashshani deb butun boshli pashshalarni yo'q qilmoqchilikda, nima deyapman? Yo'q qilish niyatini yo'q qilding demoqchisan. Yo'q qilish niyatini yo'q qilding, tentak. Bilib qilganim yo'q. Prosta pashshani quvib ketayotgandim va o'zim xohlamagan holatda shuna qilib qo'ydim. Endi damdala bo'ladi. Nima qilsak bo'ladi endi? Bilmayman, bu doridan boshqa yo'q ekan. Endi pashshalardan qutulishning boshqa ilojisi yo'q. Bittalab o'ldirib chiqsamchi? Unaqa qila olmaysan, sen uchishni bilmaysan, ular uchib qochadi. To'g'ri, lekin men bilmasdan qildim. Bilyapman bilmasdan qilganingni, lekin bilmasdan bo'lsa ham shunaqa qilding-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Bo'pti, hozir nimadir o'ylab topaman. Janob merga aytmalaring. Janob mer ko'rib bo'ldi. Qayerdan bilding? Bora derazasiga qara, senga qarab turibdi.
Hozir agar menga qarab turgan bo'lsa rostdan ham bori yomon gapirsa kerak. Qarab turibdi-yu menga, nima desa bo'ladi? Telefonim yo'q, telefon qilish kerak edi. Demak, qarab turibdimi, demak chaqirdi degani bu degani. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Palakat yeding-ku dorini. Bilmasdan bitta pasha yomon asabni buzdi. Keyin ortidan qo'yib ketayotgandim. Bilmasdan ozgina bitta oyog'im tegib ketib qoldi. Keyin ortimga qarasam singan ekan. Obbo, yaramas. Endi pashshalar chaqib o'ldiradi bizni. Yo'q, xavotir olmang, chaqmaydi. Nimaga chaqmaydi? O'sha to'yda ular meni hamma yog'im chaqib tashlashni ko'rdingizmi? Seni chaqqan, meni chaqqani yo'q hali. Sizni men chaqmadi. Men ko'chaga chiqmayapman, eshik derazamni yopib qo'yibman. Yaxshi. Nima qilsam bo'ladi endi, lekin bilmasdan qilib qo'ydim rostdan ham janob mer. Unda aybingni tuzat. Qanday tuzataman? Ular shifokor yoniga borasan, shifoxonaga. Shifoxonaga boraman. Keyin esa o'shandan so'raysan, bu dorining ingredientlari qanaqa narsalar ketishligini. Keyin o'sha narsalarni doktorga yig'ishtirib olib kelib berasan. U senga yangi dori beradi. O'sha dorini keyin qo'yib qo'yasan. Mayli unda. Bo'pti, bor tezlash. Mayli. Obbo, qayerdan topib kelaman endi? Mayli, qayerdan bo'lsa ham izlab topishga harakat qilaman. Qanaqa narsalar ishlatilar ekan, bu odamga ta'sir yo'qmikan? Yaxshi, to'xtanglar, buni olamanda. Qayoqqa ketdi? Yo'q bo'lib ketar ekan. Mayli, yo'q bo'lib ketsa, yo'q bo'lib ketsin. Borib shifokorga aytishim kerak. Muhimi ko'chada qolmadi-yu, insonga ta'siri bo'lishi mumkin edi. Ta'sir yo'q qolishi uchun olib tashladim deyman keyin. Nima qilding? Qani o'sha singani desa aytaman-da. Ko'chada qolib ketdi. Keyin jeteli o'lib qolmasin, yomon hidi chiqsa deb olib tashladim deyman. Zo'r ideya, ko'ryapsizlarmi? Kallaga ideyalar kelaveradi o'zi. Assalomu alaykum janob, hamshirami yo shifokormi, kimsiz xullas? Va alaykum assalom. Nima deysan? Xullas bitta yomon ish bo'ldi. Qanaqa yomon ish? Qishloqda bitta pashsha bor ekan, katta. Katta pashsha bo'ladimi? Bor ekan, eshitib turing oxirigacha. Xo'sh, Keyin o'sha keldida meni bitta chaqdi, keyin yiqildim. Xo'sh. Keyin boshim aylanib ketdi. Keyin boshim aylandida ortidan quvdim, yo'limda pashshadan boshqa hech narsa ko'rinmadi. Keyinchi? Keyin ana u bordi-yu, o'rtada dori qo'yib ketgandingiz. O'sha ham ko'rinmay qolibdi-da. Nima, sindirdingmi? Aytibman-ku, ko'rmasdan, bilmasdan sindirib yuboribman. Obbo, endi qishloqda pashsha bosadi-yu. Bilmasdan qildim, endi yangi boshqa dori o'ylab topishga iloji yo'qmi? Mayda. Bir ilojimiz bor. Faqat aytgan ishlarimni qilishing kerak. Qanaqa aytgan ishlaringiz? Bir ikkita narsalar yig'ishtirib kelsang, o'sha narsalardan foydalanib dori yasayman. Mayli, nima qilib berishim kerak? Birinchi o'rinda bir stak daraxt. Bir stak ko'plik qilar ekan. Hozir hisoblab olayda. 4, 16. Tak, 16-yu 30 ta yetadi, 30 ta daraxt. Keyin 40 ta tosh, yana shunaqa narsalar xullas. Telefon qilib aytaman. Telefonim yo'q. Unda hozir aytaman. Pakashni tosh bilan daraxt olib kelsang yetadi. Tosh bilan daraxt qo'shasizmi eliksirga? Sen aytganimni qil. Mayli, hozir olib kelaman. Lekin tosh bilan daraxt menimcha eliksirda ishlatilmasa kerak, yo ishlatilarmikan? Demak, u g'ayroddiy eliksir ekan. Assalomu alaykum, brat. Qaraysan, tinchmi? Bo'ladi. Yuzing namuncha shib ketibdi, ko'p narsa yebsanmi deyman, semiribsan. Yo'q, pashsha chaqyapti. Yaxshi, pashshalardan qochishni zo'r yo'lni o'rgataymi? O'rgating. Bilmadim, hali o'zim ham o'rganganim yo'q. O'rgansam, pashshalardan qutulgan bo'lardim. Tezroq qutuling, bo'pti, brat. Aytgancha, menda ham qurol bor. Sen noqonuniy qurol ishlatyapsanmi? Yo'q, qonuniy janob mer bergan. Bo'pti. Otmayapsanmi ish qilib? Bitta pashshani otmoqchi edim, qochib qoldi. Bo'pti, mayli, ehtiyot bo'l lekin. Mayli, brat, rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, ana endi daraxt bilan tosh olib kelish kerak, lekin qanaqasiga u daraxt bilan tosh bilan qanaqasi elektr yasash mumkin? Men вообще-то aqlimga sig'mayapti, akalar. Sizlar bilyapsizlarmi? Kommentariy yozinglar agar shunaqa elektrning nomini bilsanglar agar. Men вообще-то bilmayapman. Bo'pti, hozir nimadir o'ylab topamiz. Lekin nimadir o'ylab topishdan oldin nimadir bo'lib ketmasam bo'lgani. Pashshalar chaqib, qayerdan daraxt olib kelaman? Shu tomon yaqinroq, o'sha tomondan olib kelsam bo'laveradi. Aytgan yo'q, qayerdan olib kelishim kerakligini. Politsiyachi menga qarayapti, nimagadir bilmayman, odam ko'rmaganmi yo mendaqasidan ko'rmaganda u. Mendaqasidan o'zi hech kim ko'rmagan palakat bo'laman, bor dorini ham sindiramanmi kelib o'zi ko'rdim o'sha yoqda sindirmaslik kerak dedi jitellar. Nagli salgina vaqt o'tib sindirib qo'ygandi, qaranglar. Вообще omadsiz bo'laman, bor omadga tupurib qo'yibman yoki omad menga tupurib qo'yibdimi yoki ikkalamiz bir-birimizga qarab tupurish o'ynaganmizmi musobaqa. Kim uzoqqa tupurish o'ynagan bo'lsak musobaqani ana omad meni ustimga tupurib yutib qo'yganmi bilmayman. Xullas nimadir bo'lgan akalar.
hozir ana doktor aytganini qilmasam keyin kech bo'lib qolishi mumkin. Kech bo'lsa keyin qorong'ida nima qilaman? Ha mayli, qorong'ida fakil topib olaman. Lekin qorong'ida naborot pashshalar ko'payadi. Svet yoqib olsamki, vobshe svetga qarab kelaveradi, vobshe yomon degani keyin u. Xo'p, nima qilsam bo'ldi 23 ta daraxt olib boraman. 30 ta degandi-yu. Ha mayli hozir. Yo 30 ta tosh deganmidi? Bilmayman, hozir bir nechta ovolayin, nechta degan to'g'risi esimdan chiqib ketdi. Sizlar eslagan bo'lsanglar kommentariy yozib qoldiringlar. Nechta degandi obunachilar yozinglar. Meni esimdan vobshe chiqib ketdi rostdan ham. Menimcha shu 30 ta daraxt, 20 ta toshmi yo 20 ta daraxt 30 ta toshmi? Mayli. Hozir bir ikkita ovolayin borib so'rab kelaman. Nechta edi deyman. Keyin aytadi shuncha deydi. Bo'ldi, ketdim. 30 ta 23 ta yetsa kerak menimcha. Xo'p, so'rash kerak. So'ramasam bo'lmaydi. Xo'p, asta tushaman. Asta tushmasam tez tushadigan bo'lsam, keyin pashsha choqqandan battar bo'ladi. O'tiribdimikan ana brat? O'tirishni bilmaydi ekan. Shu turibdimikan brat? U daraxtni ekib qo'ymaydi, bog'zor bo'lib ketadi. Ya'ni gulzormi yo daraxtzormi, zorzormi bilmayman xullas. Brat, olib keldim mana 31 ta tosh, 23 ta daraxt. Jinnimisan, men 30 ta daraxt, 40 ta tosh degandim-ku. Obbo, esimdan chiqibdi-da. Ha mayli, u narsalar senda tursin, menga uy qurib berasan. Eliksirga nima aloqasi bor uyda? Eliksir bor tayyor, o'shani beraman senga. Qani tayyori? Xullas, borasan, o'sha markazda tosh bor, o'shani yonida kuznica bor, kuznicani yonida yashik bor, yashikning ichida dori bor. Demak siz zapaska ham tayyorlab qo'ygansiz, shundaymi? Shunaqa, senlarni shunaqa qilishni bilgandim. Bo'pti, rahmat brat, hozir kelib uy qurib beraman, bo'lmasa kutib turing. Sizning uyingiz yo'qmi shunda? Yo'qda, Balinsada yashayapman shuncha paytdan beri. Unday qilmang-da, siz kasalmasiz, Balinsada yashaydigan. Bo'pti, rahmat brat, lekin bor u yaxshi ham bratda qo'shimcha dori bor ekan. Bo'lmasa nima qilardim? Eliksir yaratib bo'lmasmidi, bilmayman. Yo, bo'lganda ham boshqacha bo'larmidi, bilmayman. Xullas, nechta dori bor ekan. O ikkita ekan, bittasini olsam, bittasi turib tursa bu yerda, bittasini yana kimdir sindirib qo'ysa ishlatiladi. Bu marta lekin men sindirmaslikka harakat qilaman. Mana, takoy bo'ldi boru. Qalaysan, galim, ko'ribsan, yangi dori qo'ydik. Bo'ldi. Ana endi borib ana bratanga uyimi, binomi boy biron nima xullas qurib berish kerak. Lekin qanaqa uy bilmayman, aytgani yo'q menga qanaqa uy qurishdi. Hozir bor mana yetmay qolgan tosh bilan daraxt olib kelishim kerak. 7 ta daraxt, keyin 9 ta tosh olib kelsam, menimcha o'sha brat aytgancha miqdor bo'ladi. Ya'ni 30 ta daraxt, 40 ta tosh degan ekan. Sizlardan so'radim, sizlar kommentariy yozib qoldirgan bo'lsanglar kerak. Menimcha videoni yuklaganimdan keyin albatta kommentariyalar o'qib chiqaman. Har biringlarni kommentariyalarni o'qib yurakcha bosishga harakat qilaman. Lekin javob yozishga biroz qiynalaman, chunki ko'pchilikka qandaysiga javob bir o'zim yozishim mumkin. Menga bir ikkita yordamchi kerak kommentariyaga javob yozish uchun. Unaqasidan menimcha yo'q-ku. Bilmadim, birorta JTL yordamchi qilib olaman, yo'q xotinimga aytaman, yordam berib tur, komment yozishga deyman, keyin xotinim ham yordam beradi. Aytgancha obunachilar, men o'zimni yangi live kanalimni ochdim. Ya'ni stream qiladigan kanalimda. O'shanga obuna bo'lib qo'yaveringlar, tushib ketdim, obbo. O'shanga obuna bo'lib qo'yaveringlar, har kuni stream qilaman, har xil o'yinlar o'ynayman. Aynan Minecraft emas, Roblox, CS:GO, yana qanaqa o'yinlar bor. Sizlar aytgan boshqa o'yinlarni ham o'ynayman. Xullas, o'sha kanalga obuna bo'lib qo'yaveringlar. Men esa mana bu narsalarni olib borib bratga topshiraman. 50 ta bo'lib ketdi. Hammasi ko'pi bilan ko'p bo'lsin, lekin kam bo'lmasin degan maqolga amal qilamiz. Bunday maqol yo'q o'zi. Xullas olib borib beraman.